Qorlar ham yog'vordi. Assalomu alaykum qizlar. Kuninglar yaxshi o'tibdimi? Hammanglarga oxirgi kun muborak bo'lsin. Bugun ichimizda bor tok do'lmalar. 1,5 kilogina qoldi bu. Bu yoqda karam do'lma bor. Bu ham ozgina mana shu 2 kilo qoldi. Kiskimiz bor. Kiski kotletlarimiz mana ko'rishinglar mumkin. Qanaqa добрый. Ichi mozzarella sirli bo'ladi qizlar. Ko'rib turibsizlar, akkuratni qilib qilingan. Undan tashqari, bu yoqda qiymali pirogimiz bor. Qiyma kartoshka bo'ladi, nachonkasi. Tovuq kartoshkali nachonkaligi va tovuq sirli nachonkaligi. Keyin 2 dona qatlamamiz qoldi. Qatlamamizni yaxshi ko'rsak, shunga kam qolgan mana. Donasi 10 mingdan, bularning donasi 95 mingdan hozir Ramazonga skidka qilib, hamma narxini bir xil qilib qo'yganman. Ramazondan keyin Xudo xolisa o'zini narxiga qaytadi hammasi. Hozir Ramazon bo'lgani uchun skidka qilib hammasini bir xil narxga qilib qo'ydim. Ko'rishinglar mumkin. Unaqa kichkina emas, katta bo'lgan go'shtli piroglarimiz mana qarichimni ko'rsanglar, 1,5 qarit chiqadi. Katta pitsalardek keladi razmeri.